Mo'tabar mo'mina ayollar kitobidan. Hazrati Zaynab binti Muhammad radhiyallohu anha. Zaynab radhiyallohu anha Rasuli akram sallallohu alayhi va sallam payg'ambarlik sharafiga noil bo'lishlaridan 10 yil avval dunyoga keldi. Uning yuz ko'zlari boshqa farzandlari orasida Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning muborak chehralariga ko'proq o'xshardi. Muborak nubuvvat uyida tug'ilgan ilk farzand bo'lgani uchun xushbo'y bir chechak kabi bu uyni quvonch nasimaga to'ldirgan va oydinlatgan edi. O'sha davr urfiga binoan uni ham enagaga topshirildilar. Go'dak Zaynab sut onasidan nasibini olgach, yana tabarruk xonadon bag'riga qaytdi. Olamlarga rahmat bo'lib kelgan payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam va mo'minlar onasi Hazrati Hadija radhiyallohu anhuning barcha go'zal sifatlarini o'zida mujassam etgan Zaynab bolaligidan yuksak axloq, go'zal odob egasi bo'lib voyaga yetdi. Balog'at yoshiga yetganida xolasining o'g'li Abul Os ibn Robi uni nikohiga oldi. Abul Os savdo bilan shug'ullanar. Ko'pincha Shom taraflarda tijoriy safarlarda bo'lar edi. Ba'zan safari cho'zilib ketsa, Zaynab hojasini sabr bilan kutar. O'z navbatida Abul Os ham vafodor yoriga munosib mehr oqibat ko'rsatar. Uning haqqini himoya qilar edi. Bir gal Shom safarida uzoq qolgan Abul Osning sog'inch bilan shunday mazmunda she'r o'qigani rivoyat qilinadi. Zaynab Makkada yolg'iz qolganini o'ylab dedim. Alloh haramda o'tirgan bu ayolga ihson aylasin. U ayol Amin deb tanilgan sharafli zotning qizidir. Alloh uni soliha xotin bo'lgani uchun ajrga ko'msin. Har erkak ahlini bilgan narsalari bilan madh etar. Ko'p o'tmay ularning Ali va Umoma ismli farzandlari dunyoga keldi. Er xotin qalblari quvonchga to'lib, o'zlarining g'oyat baxtli his etishardi. Ammo bu mas'udlik onlari uzoqqa cho'zilmadi. Abul Os har galdigidek safarda bo'lgan payti bir voqea sodir bo'ldi. Muhammad sallallohu alayhi va sallam olamlarning Robbi tomonidan payg'ambar sifatida tanlanib, buyuk ish bilan vazifalantirildi. Zaynab onasi va singlisi qatorida otasining da'vatini qabul qildi. Hojasi safardan qaytgach, uni ham haq dinga da'vat etdi. Abul Os bunga javoban: Allohga qasamki, men otangni hech bir ishda ayblamayman. Men uchun siz bilan birga bo'lish har narsadan a'lodir. Ammo men xotinini deb o'z qavmini tark qildi va otalarining ilohlariga kufr keltirdi degan gapda qolishni istamayman. Mening ahvolimni tushunsangiz va meni ma'zur tutsangiz, dedi. Shu holda ular bir-birini bag'riga bosmoqchi bo'lib intilishgan edi, nimadir ularga monelik qildi. Go'yo shu damdan e'tiboran oralarida ko'rinmas bir devor paydo bo'lgandek edi. O'sha kecha ularning ko'zlariga hech uyqu kelmadi. Qalblari g'am va qayg'uga to'lib, uylarini shodlik tark etdi. Bu orada kofir va mushriklar yangi da'vat bilan kelgan payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga qarshi aziyat va iskanjalarni borgan sari avj oldira boshladilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning ahli oilasi va mo'minlar payg'ambarimizning amakilari Abu Tolib mahallasida bir necha yil qamal holatida qolib ketishdi. Butun qavmdoshlari ularni tark etib, har qanday aloqani uzib qo'yishgan edi. Zaynab ham bu holdan g'oyatda g'amgin bo'lgan. Ba'zan yig'lar, qayg'urar, keyin esa qorong'i kechadan so'ng nurli bir tong otishida umid qilib Allohning hukmiga bo'ysunar edi. Ko'p o'tmay Zaynabning mehribon onasi Hazrati Hadija radhiyallohu anha vafot etdi. Rasulullohning suyangan amakilari Abu Tolib ham hayotdan ko'z yumdi. Shu bois Qurayshning iskanjalari yanada avjiga chiqdi. Bu holat Zaynabning ham bag'rini yorib, jigarini parcha-parcha qilayozgan edi. Bir kuni Madinaga hijrat qilish uchun chiqqan Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga yo'lda Qurayshliklar hujum qilishgani haqida xabar tarqaldi.
Zaynab otasining hayoti xavf ostida qolganidan qattiq qayg'uga tushdi. Lekin tez orada Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning eson omon Madinaga yetib olganlarini eshitib, ko'ngli taskin topdi. Bir necha kundan keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yuborgan bir kishi kelib, Zaynabning singillari Fatima va Ummu Kulsumni Madinaga olib ketdi. Zaynab esa hojasi Abul Osning uyida qolib, Allohning qazosiga rozi bo'lib kuta boshladi. Bir kuni Quraysh mushriklaridan iborat maxsus qo'shin Makkadan yo'lga chiqqan savdo karvonlarini qo'riqlash uchun Madina sari otlandi. Abul Os ham safga qo'shildi. Yo'lda musulmonlarga duch kelishdi. Ikki jamoa orasida bo'lgan jangda musulmonlarning qo'li baland kelib, mushriklar yengildi. Abul Os ham asirga tushdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam asirlarni fidya evasiga ozod qilishni buyurdilar. Bu xabar Makkaga yetib kelgach, Zaynab radhiyallohu anhu ham bisotidagi birdan bir boyligi bo'lgan taqinchog'ini sandiqdan chiqardi. Bu taqinchoqni to'yi kuni onasi Hazrati Hadija radhiyallohu anhu sovg'a qilgan edi. Zaynab taqinchoqni qaynisi Amirga berib, uni asir tushgan erini ozod qilish uchun Madinaga jo'natdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam taqinchoqqa ko'zlari tushishi bilan sevimli zavjalari Hadija eslariga tushib, qizlari Zaynabga rahmlari keldi. Uzoq jim qoldilar. Keyin sahobalarga yuzlanib marhamat qildilar. Agar maqbul ko'rsalaringiz, Zaynabning asirini ozod qilinglar va molini qaytarib beringlar. Sahoba ikrom shu amirni kutib turganlari uchun bir ovozdan albatta maqbul ko'ramiz, ey Allohning rasuli, deya risolik berishdi. Lekin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Abul Osga Zaynabni Madinaga yuborishni shart qilib qo'ydilar. Zero islom dini mu'mina ayolning iymonsiz erkak bilan oila qurishini man etgan. Binobarin, ularning nikohda bo'lishlari nojoiz edi. Abul Os Makkaga qaytdi. Ayoli uni sevinch bilan kutib oldi. Ammo Abul Osning kayfiyati yomonligi shundoq yuzdan bilinib turardi. Zaynabga qarab, siz bilan vidolashish uchun keldim, ey Zaynab, dedi va Rasulullohga bergan va'dasini aytib, vaziyatni tushuntirdi. Zaynab hojasi bilan xayrlashib, g'amgin bir holatda uydan chiqdi. Ko'chaga chiqayotganida Abul Os, nima bo'lsa ham, toki hayot ekanman, sizga vafodor umr yo'ldosh bo'lish sifatida sevgim aslo so'nmaydi. Hayotimizning baxtli onlari o'tgan bu uy har doim sizning yodingiz bilan munavvar bo'ladi, deya Zaynab bilan xayrlashdi. Zaynab radhiyallohu anhu ko'z yoshlarini artib yo'lida davom etdi. Lekin Quraysh mushriklari uning hijratiga to'sqinlik qilib, Makkadan chiqib ketishiga yo'l bermadilar. Ularning vajohatidan qattiq qo'rqqan Zaynab homilasini tushirib qo'ydi. Sog'lig'ini tiklab olguniga qadar yana Abul Osning himoyasida qoldi. Nihoyat Quraysh ahli g'aflatda qolgan bir kuni Abul Os ukasi Kinona bilan birga Zaynabni Madinaga jo'natishga muvaffaq bo'ldi. Keyinchalik Quraysh karvoni bilan Shom safariga chiqqan Abul Os Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tomonidan yuborilgan Zayd ibn Horisa boshchiligidagi 170 otliq musulmonlarning qo'liga yana asir tushdi. Abul Os Zaynabdan himoya qilishini so'radi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bomdod namozidan qaytayotganlarida Zaynab u zotning huzurlariga kelib, hojasi uning uchun shafoat so'radi va dedi: Ey otajon, men Abul Os ibn Robiyga omonlik berdim. Ayting, unga tegmasinlar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yana masjidga qaytib, ey insonlar, men eshitgan narsani sizlar ham eshitdingizmi? deb so'radilar. Ha, eshitdik, degan javob olgach, yana marhamat qildilar. Nafsim qudrati izmida bo'lgan Alloh taologa qasamki, siz eshitgan narsadan shu daqiqaga qadar aslo xabarim yo'q edi. Mo'minlar boshqalarga kofil bo'ladilar va omonlik beradilar. Zaynab omonlik bergan kishiga biz ham omonlik berdik.
Rasululloh sollallohu alayhi vasallam uylariga qaytganlarida Zaynab radhiyallohu anhu yana huzurlariga chiqib, Abul Osdan olib qo'yilgan mollarning qaytarib berilishini so'radi. Otalari Rasululloh sollallohu alayhi vasallam uning istagini bajo keltirdilar. Ammo eri bilan uchrashmasligini qattiq tayinladilar. Chunki eri toki mushrik ekan, Zaynab unga halol bo'lmas edi. Abul Os Makkaga qaytib, haqdorlarning mollarini tarqatib bergach, Quraysh ahliga musulmon bo'lganini ochiq e'lon qildi. Keyin bir musulmon va muhojir sifatida Madinaga yo'l oldi. Madinaga kelganida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam uni ochiq chehra bilan kutib oldilar. Zaynabni unga qaytib berdilar. Shu tariqa parchalangan oila qaytadan barpo qilindi. Xonadonlari yana huzur, halovatga to'ldi. Er-xotin Madinada yana 1 yil birga hayot kechirdilar. Zaynab radhiyallohu anhu hijrat qilish paytida yo'lda og'ir kasallikka chalingan edi. Bu dard ularni umrbod ayirdi. Hijratning 8-yili Alloh Zuljalol Zaynabni o'z rahmatiga oldi. Musibatdan Abul Osning ko'zlariga dunyo qorong'i bo'lgan edi. Uning nonalari atrofdagilarni ham yig'latdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ko'zlarida yosh va qalblari g'amgin holatda qizlarining uyiga kelib, bunday marhamat qildilar. Uni 3 marta g'usl qildiring. Keyin kofir suring. Shundan so'ng janozasini o'qib, Zaynabni qabrga qo'ydilar. Alloh taolo Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning suyukli qizlari Zaynabdan rozi bo'lsin. Boshiga tushgan musibatlarga ko'rsatgan sabri, matonat va g'ayrati uchun uni jannati naimlariga dohil etgan bo'lsin. Amin.